Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Eson-omon yuribsizlarmi? Mani otim Gulchehra Aliyeva, 55 yoshdaman, xudo xolasa. Bitta qiz, ikkita o'g'lim bor. Bolalarim hammasi yaxshi, namozxon. Kelinlarim ham yaxshi. Oydek, chiroyli kelin. Bolalarim o'zi yoqtirgan qizlarni tanlab olib berdim. Oppoqqina kelinlar oldim. Ishlarim yaxshi mani. Bizneslarim bor kitobda. Gold Centerda ham bizneslarim bor, xudo xolasa. Mani YouTubedan gapirishimdan maqsad ayollarni sag'al bo'lsa ham uydagi anaqasini huquqini himoya qilish. Erkaklar keladi-yu ishdan. Yosh bo'lsin, bolalarim bo'lsin, xo'jayinim borlar. Nima ish qildilaring, nima ish qilyapsizlar uyda deydi. Erkaklar bitta ishga borib keladi. Ayollar nechta ish qiladi, necha xil ish qiladi uyda. Hammasiga ulgurish kerak. Lekin ularga kim yordamlashadi kelinlarga? Qaynonasi yordamlashadi dey. Yordamlashmasa qanaqa ulguradi? Qanaqa ulguradi? O'shaning uchun men kelinlarni himoya qiladigan qaynona bo'lib chiqdim. Ayollarni tushunadigan qaynona bo'lib chiqyapman men. Sizlarga maslahatim, kelinlarga qarashinglar. Uy ishlariga hamma ayollarni eplinglar, namozinglarni ham eplinglar, Qur'on kitoblar o'qishlarini ham bilinglar. Ideal ayol bo'linglar hayotda. Xudoga shukr, Allohning uyiga ham bordim, niyatla qilardim. Boriyman ham boriy deb, mana 3 marta bordim, 4-marta ham boraman, xudo xolasa. Alloh sizlarga ham shunaqa umralarga borishni nasib ro'za aylasin. Ovqatlarga ham ustaman. Nima ovqatlar kerak bo'lsa, hayotda nima masalalar kerak bo'lsa so'ranglar. Bir chiroyli maslahatlar beraman. Uyg'ur ovqatlarga ham ustaman. Men kanal ochmasam ham o'zimcha bir anaqalarni bilaman, xudo xolasa. Qadim mana shu ota-onalarimiz bir narsa yomon bo'ladi. Masalan, spirgini tikkatiga qo'yma, yo qorong'ida chiqma, shomdan keyin chiqma. Bir o'shalari hozirgi paytda tilla bilan teng bo'lib qoldi shu maqollari. Hammasi to'g'ri ekan. Kechasi chillali odam ko'chaga chiqmalaring deydi, yangi uylanganlarni. Chaqaloqlarni ko'chaga olib chiqma deydi. Bu ham to'g'ri. Nega to'g'ri deb aytaman deymi? Shuni bizga ko'p foydasi bor ekan. Mana biz endi o'sha qolgan esimizda qolganlarni kelinlarimizga, yosh nevaralarimizga o'rgatyapmiz shunaqa narsalarni. Shu yomon bo'ladi degan narsalarda ham 90% jon bor. Aziz birodarlar, O'zbekiston xalqi, ayollar, men endi xudo xolasa bundan buyon chiqaman. Sizlarga yaxshi maslahatlar beraman, xudo xolasa ko'p chiqamiz, uchrashamiz. Fikr mulohazalaringlar bo'lsa, men to'g'rimda savollaringlar bo'lsa beringlar. Allohga hamd aytaman, bolalarimdan qutuldim, 2ta o'g'il uylantirdim, bitta qiz uzatdim. Hozirgi paytda 5 ta nevaram bor. Alhamdulillah. Tan joninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin.